Do'stlar, bugun 21 aprel вообще ikkita treyder to'polon qilayotganini ko'rasizlar. Ikkita treyder bir-biriga tashlash, to'polon, janjal. Azhalik bilan Muzaffar degan bratishkamiz bor. Qaranglar, hozir ko'ramiz. Azhalik treyderlar uchun nima qildim deb siz nima qilib qo'ygansiz savol berdi. Bratishkam Muzaffar. Endi qaranglar. Psixologiya, Endi hamma bekorchi emas, oranglarda to'g'rimi? Ko'pchilik, eshitdik. masalan, bilasizlar, men oltinda mana targ'ib qilyapsiz degan video bo'ldi. Xohlaysizlarmi videoni qo'yib beraman sizlarga. Muzaffar so'rang, Nimani nima targ'ib targ'ib qilyapsiz? qilyapsiz? Diqqat bilan eshitinglar. O'zbekistonga bu sohaga kirganingizdan beri sal aqlingizni ishlatib ko'rdingizmi? Nimalarni targ'ib qilyapsiz? Men targ'ib qilayotgan narsa ishlaydimi, o'qiydimi, u stressiz, qo'rquvsiz, уверенный daromad qilish. Вот men targ'ib qilayotgan narsa. Isbot va fakt bormi? Hozir mana shuni isboti va faktlari haqida barchalar bilan gaplashamiz. Azhalik haqiqatdan shuni isbotlaydi va qaranglar, u berayotgan g'oyalari stressiz va aksiyalarda g'oya beradi. Va aksiyalar hamma ham ololmaydi bu aksiya, chunki har bitta aksiyasi qimmat. Qaysi bir aksiya 100 dollar turadi, qaysi 200. Hamma ham o'ziga nima deydi, pasos qilolmaydi. Va полный hamma aksiyalarini ko'rsatib beradi. 10 apreldan boshlab aksiyalar qancha daromad. Va g'oyalar berishni boshlandi o'rtoqlar. Ya'ni O'zbekistondan ketayotganingizda tradingga rasvo qilib ketgansiz, dabdala qilib ketgansiz. Buni gapi ma'nosida bu ya'ni ishlamaydigan narsalar o'rgatgansiz, tufta, prostoy narsalar o'rgatgan. Ma'nosi shu-da, tushunyapsizmi? Birgalikda har bitta Birgalikda har bitta aksiyalar hozir ko'p chiqadi. 28 ta aksiyalarni полный 10 apreldan boshlab g'oya berganlarni hamma aksiyasi qancha foiz daromad qilganini yozib chiqib, hisoblab chiqadi, ko'rasizlar. Va oxiri 28 aksiyasini hisoblab chiqadi. Aytadiki, что bergan g'oyalarim 200% adashmasam 200% ko'rsatadi va har bitta aksiyada yig'ilgan daromadi 200%. Bu noto'g'ri hisob. Misol uchun man qaranglar, har bitta aksiyasini ticker bo'yicha bitta mana indamasdan yozib chiqdim. Mana narxini yozib chiqdim va o'sish daromadini har bitta aksiya qanchaga o'sgan. Так, получается, har bitta aksiyalarga bitta dona aksiyaga olganimizda 3265 dollar расход qilamiz va o'sish daromadini ko'rasiz. Hammasi bitta qo'yib chiqsak 300 dollardan sal kam pul bo'ladi va buni средний foiz 9% bo'ladi. Средний hisoblab chiqqan 9%. Progression bosdagi agar har bitta foizini qo'shib chiqib 205% bo'libdi va buni 28 ga bo'lsa 73% daromad. Endi qaranglar, agar Muzaffarga shu pulni 3265 dollar man shuncha bu bola analiz qilmasdan mana shu pulni bersam, man uверен, 10 kun ichida bu pulni средний risk qilib kamida 15 000 dollar qiladi. Da Muzaffar aytayaptiki, aka hamma ham bu aksiyalarni sota olmaydi. Hammada 365 dollar katta pul yo'q. Hamma u bolani targ'ibi uni kanalida o'zini kanaliga o'zadi va g'oya beradi. U g'oya berganda kichkina depozitga 100 dollardan razg'on qilish, 1000 dollardan depozit ko'paytirish. To'g'ri tushunish kerak. Risk amal qilib bir joylarda посадка bo'ladi. Risk amal qilib depozitni ko'paytirib. Bilaman, shu bolaga mana shu pulni bersa, kam 4-5 barobar 15 000 dollar uchun qiladi shu bola Muzaffar. И bu yerda anaqa narsada xalifa metodi. Do'stlar, man shu har bitta bir xil instrumentda aksiyalar 30% va hokazo o'sadi. Tilla bunaqa o'smaydi. Tilla o'sadi. Mana средний 7-3% bo'lsa, mana Osiyo tilla mana oy boshida hisob kitob qilsa, mana aprelda boshida 2-aprel misol uchun tenniska emas. Уровень buzdi, reteska keldi, qanchaga o'sdi? Пожалуйста, 7-3%. Oddiy man bitta aksiyani shoq qilib sotib olaman, aksiyani tilla choq qilib sotib olsam 7-3% daromad o'sdi. Hozirgi kunda tilla ham shunaqa o'sadi.
Misol uchun man shuncha miyamni boshimga qotirib, shuncha 30-28 ta nima deydi, tikerlarni ko'rib, analiz qilib, daromadni bitta 30% man qilmasdan bitta man общий средний статистика 7% chiqyapti. Xuddi shunaqa man bitta tillarni sotib olsam ham 7-3% daromad ko'raman. Vaholanki u gapni to'ni ko'p chiqaylik, ba'zi qilib ketadi. Tilla hozir bunaqa o'smaydi, tilla ham hozirgi davrda shunaqa o'sadi. Tilla ham o'syapti hozir. Tilla ham o'syapti, mana eng minimumdan maksimum tortsak 19% ga o'syapti. Hozir tilla ham shunaqa yuraveryapti. Chunki aksiya ishlaydigan aksiyada ishlaydi. Aksiyada ishlash qiyin. Chunki u yerda minusga ham yaxshi analiz bilmasa juda kirib ketish, minusga ham kirib ketishingiz yo'q, kutish. Bartani hisobot yomon chiqib qolsa вообще kutasiz qachon u aksiya spotda ishlasangiz. Endi man o'ylaymanki ikkalasi ham prав. Ikkalasi ham prав. Ikkalasi ham молодец. Muzaffar krasavchik bola. Aziz Xaliqov ham zo'r. Men Aziz Xaliqovda o'qiganman. G'oyalari zo'r, ishlaydi zo'r. Так что men o'ylaymanki, agar bu bular o'zicha ikkalovi Muzaffar man Dubayga bormoqchiman, давай birga battle qilamiz. Yo'q. Mana oddiy hisob kitob ko'rinib turibdi. O'cha aytsa 10 kun ichida 3265 depozit bilan 299 daromad. Shu bolaga mana shu depozit beringlar. Bilmayman buni, bilmayman. Tillada ishlasa kamida $15,000 qiladi. Kamida. Agar undan ko'p qilmasa. Oddiy arifmetik hisob kitob. Давайте. Muzaffarga depozit beringlar и ishlasin.